Ты зачем к ней пристаешь? За бедра трогаешь. Нет, никому не трогал я. Никого не трогаешь. Bu kap-katta odam qilgan ishini qarayni. Pamoyim bu yoshidan 50-60 ga kirgan kap-katta odam ekan, lekin shu Fix Price magaziniga bir ayol kishi savdo qilgani kirgan paytda bu yerda gruzchi bo'lib ishlaganmi, nima bo'lib ishlagan bilmadim-u, lekin borib shu orqasiga tegajoqlik qilib, mana ko'rib guvohi bo'lyapsizlar. Mana ikkala qo'lda ushlab, keyin nargi tomonga o'tgan ekan. Hozir shunda iri kelib buni so'roq savol qilyapti. Oxirida buni militsiya chaqirib berib yuborgan. Bu videoni qo'yishimdan maqsad do'stlar, Rossiyada yuribsizmi, qonun qoidalariga e'tibor beringlar, qo'lingizga, nafsingizga erk bermanglar. Mana ushlab olib ketdi buni, o'zingizlar ko'rib guvohi bo'lyapsizlar. Ko'chada har xil ayollarga tegajoqlik qilmanglar. Mana o'zingizlar xulosa chiqarib olinglar.